boshliqlari, men Agronom Qo'qonlik filial xodimi bo'laman. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad, ya'ni tadbirkorlar bilan uchrashuv va jismoniy shaxslar bilan uchrashuv bo'lishi hisoblanadi. Ya'ni nima? Sizda qanaqadir savol bo'lsa, kredit yuzasidan yoki bank xizmati yuzasidan qanaqadir taklif, qanaqadir ehtiyoj bo'lsa, hozir to'la-to'kis ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi kunda ajratilayotgan marhala tomonidan kreditlar haqida, yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. O'zingizda qiziqtirgan, qanaqadir talab bo'lgan bo'lsa, bemalol savol javob qilsak bo'ladi. Sizdan birinchi savol javob qilishdan oldin bir kreditlar haqida bir ma'lumot berib o'tsam, bugungi kunda Agronom Qo'qonlik filiali tomonidan yuridik shaxslarga to'ta 312 sonli qaror asosida 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan 300 milliongacha bo'lgan davomida garovli qilib kreditlarimiz bor, kredit ajratib beramiz. Ya'ni 20%dan 1 yildan ziyod muqaddam faoliyat yuritish kerak yuridik shaxslarga kredit tarifida joriy, amaliyoti bo'lgan yuridik shaxslarga kredit ajratib beramiz. Ya'ni buni tartibi qanday bo'ladi? Qo'limizga beradimi yoki mahallada beradimi degan tartibda bu ko'chirib berish orqali bo'ladi. Ta'minot shartnoma bo'ladi. Misol uchun Chorvoqda olmoqchi bo'lsangiz, 40 ta mayli shoxlar olmoqchi bo'lsangiz, ta'minotchiga ko'chirib beriladi. Ta'minotchi bilan shartnoma qilasiz. Rahmonning kelishadi, ishdan qo'yilgan, ishdan olingan. Keyin ko'chirib beriladi, u sizga keyin molni yetkazib beradi. Bu yuridik shaxslarga berilgan kreditlarimiz, undan boshqa hamroh ayol degan kreditimiz bor. Hamroh ayol kreditimiz 100 milliongacha garovsiz, faqat kafillik asosida beriladi. Yoki likvidli mol mulkida nima garov bo'ladi. Unda 1 yil faoliyat yuritish shart emas. Yuridik korxona ayol kishi rahbar bo'lsa, bu yerda yaxshi yoki MTJ yoki faoliyat korxona yoki xususiy korxona ochib 100 million kredit olsa bo'ladi. Ya'ni o'sha biznes reja qanaqadir tartiblari bor. Qiziqish bo'lsa yoki talab bo'lsa bankka murojaat qilsangiz, bemalol o'zingizni batafsil tushuntirib beramiz. Nima hujjatlar kerak? Keyin asosan bugungi kunda mahallada ishsizlikni kamaytirish, bandligini ta'minlash masalasi bo'lib o'tyapti. Shu boisdan bugungi kunda jismoniy shaxslarga, ishsiz fuqarolarga, rasmiy daromadga ega bo'lmagan oxirgi 2 oyda shunaqa fuqarolarga kreditlarimiz mavjud. Bugungi kunda Qorovul tumanida 13 ta mahalla bo'lsa, o'shaning 6 ta mahallasi Agronomga bo'lingan, 7 ta mahallasi biznes va rivojlanish bankiga bo'lingan. Agronom mahallasini aytib o'tgan bo'lsam, markazdan Guliston, To'qtepa, Ko'kchi, Zafarobod, Qarag'andi, Yamazon 6 ta mahallaga biriktirilgan mahalla bizlarga.